Bektemir tumanida joylashgan Rotomax to'qirlik sexiga tashrif buyurganmiz. Sanoklarni hammasini yig'ganimizda где-то 60 ming dollar atrof chiqadi. Qalin bir metallarga ishlov beriladi, keyin shu chizmaga asosan Viloyatdan tegishli mutaxassislarimizga yotoqxonasi ham bor. Injener konstruktor 4 yil universitet bitirganman. Assalomu alaykum Uz Factory jamoasi. Yana bir bor sizlar bilan YouTube sahifamizda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Hozir biz Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan Rotomax to'qirlik sexiga tashrif buyurganmiz. Rahbarimiz Assalomu alaykum. Javohir aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. To'qirlik sexini rahbarlari Javohir akamiz bo'lishadi. Endi aka, Rotomax sexi haqida, to'qirlik sexida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Seximiz ochilganiga 2 yil bo'ldi. 2 yil ichida 10 ga yaqin undan ko'p stanoklar yig'dik. Specialistlar bu sohada ancha tortilib qolgan. Boshqa sohalar, boshqa zavodlardan specialistlarni tortib, internetda e'lon berib, specialistlar ham yig'dik. Hozir metal bilan bog'liq metaldan har xil detallar yasab beramiz. Asosan ishlab chiqaruvchilar bilan primoy ishlaymiz hozir. Hozir faqat shuni zakazga sizlar nima qilib berasizlar? Zakaz uchun chiqarib berasizlar asosan. Asosan zakazga yasab beramiz. Aha. Har xil detallar yasaymiz. Bo'ldi aka, bo'lmasam bitta sexni ko'rsatib, ish jarayonlarini ko'rib tashrif buyursang. Kelinglar. Marhamat, bizning to'qirlik seximizga xush kelibsizlar. Asosan hozir biz karyerli roliklar ishlab chiqaramiz. Undan tashqari har xil ishlab chiqaruvchilarning chizmasi va detalini olib kelib bersa, razmerlarini olib yasab beramiz. Xo'p. Rolik bilan bog'liq birinchi protsessimiz trubani olib kelib, bu yoqda kesib olamiz. Kuniga bir pochka kesib olamiz. Bu degani где-то 116 ta 112 ta konveyer rolikni zagotovkasi bo'ladi. Faqat zakaznoy ishlab chiqarishlari uchun bular. Asosan ishlab chiqaruvchilarning zakaziga qarab yasab beramiz. Hozircha bozorga ishlamayapmiz. Hozir bu yerda stanoklar ko'ryapman aka. Nechtaga yaqin stanoklar bor aka? Ularning vazifalari qanaqa? Где-то 15 ga yaqin hozir stanokimiz bor. Bu stanoklar avvalambor hozir bunaqa stanoklarni topish o'zi qiyin. Chunki ko'pchiliklar buni ishlata olmagan, metallolmi topshiraveradi. Buni biz topamiz. Boshqa ishlab chiqaruvchilardan sotib olib, topib, kerakli instrumentlarni topib, yig'ib, undan keyin to'qirlarimiz ishlashni boshlaydi. Tayyor holatga yetkazamiz. Tayyor holatga yetkazamiz. O'zi bu sohada где-то 20 yil, 30 yil period bo'lib qolgan, chunki yaxshi to'qir topish ham hozir qiyin bo'lib qolgan. Asosan ustoz shogird an'anasiga asosan mutaxassislar yetib chiqadi. Hozir bu stanogimiz haqida tushuntirib bersangiz, qiziq ko'rinyapti hozir. Qanaqa jarayonda hozir bu aka? Hozir biz konveyer rolik yig'ish jarayonidamiz. Hozir ko'rib turganingizdek, birinchi jarayon trubalar kesib olindi. Hozir ikkinchi jarayon trubalarni tekislash jarayoni. Tekislash jarayoni dip 300, dip 400 stanokida qilinadi. Bular texnologiyalar qayerdan olib kelasizlar buni? Bu texnologiya stanoklar internetda e'lon beradi. Ishlab chiqaruvchilar sotadi. Bular tortilib qolgan stanoklar. Asosan rossiyskiy stanoklar, SSR paytidan qolgan stanoklar bular. Bu ancha mehnatkash stanoklar. Uzoq muddat ishlab beradi. Mehnat beradi. Xo'p, hozir bular endi tekislash jarayonida stanokda, to'g'rimi? Trubani kesganda bu yoqda chok qolib ketadi. O'sha chokni tekislab olamiz. Dip 300, bu dip 300 bilan dip 400 stanoklarimizda. Bu uchalasi bularning farqi dip 400 da diametri ko'proq anaqa detallar kirib ketadi. Kattaroq detal olishga qodir. Hozir o'zi Rotomax to'qirlik sexida necha kishi ish faoliyatini yuritadi aka? Hozir den bilan nochsmenni qo'shganda 20 ta atrofi. 20 ta atrofida. Hozir tekislandi deylik. Tekislangandan keyin qaysi jarayonga o'tishadi? Undan keyin. Tekislangandan keyin ko'chirib
trubadan tashqari trubka turgan. Trubka turib e'tibor bergan bo'lsangiz, Aha. o'sha hozir trubni balvani trubni olib bu stanokda kesib olamiz. Aha. Trubni olamiz. Trubni olganimizdan keyin bu stanokda kesib olamiz. Aha. Kesib olganimizdan keyin kashka stanoklarimizda, xalq tilida kashka deyiladi. Kashka stanoklarimizda chernavoy holatida ikkita chetini ya'ni ikkita chetini kesib olamiz. Chernavoy degani bu sizga ob'yomda qachli razmerga yaqinlashtirib, ob'yomda ko'p ishlab chiqaramiz. Keyin uni chistovoyga o'tkazamiz. Zakazda oyiga deb hisoblaylik. Ishlab chiqaruvchilardan zakaz olamiz, zakaz bo'yicha qilib beramiz deyapsiz. Bir oyda qancha zakaz bo'lishi mumkin? Maksimum darajada. Ob'yom deylik. Zakaz berishni so'ramiz. Zakaz berishi. Hozirgi holatimizda dennoch ishlatganimizda Aha. 112 ta zakatovka, yoki 120 ta zakatovka beramiz. 120 ta zakatovka. Bu holat endi ancha 20 kishiga qaraganda zo'r hisoblanadi endi. Ancha zo'r. Ancha zo'r hisoblanadi. Hozir uni 15 ta atrofida stanok deyapsiz. Bularda eskiligiga qaraganda mehnati ancha qattiq. Uzoq mehnat qilib beradi deyapsiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak qanchadan hisoblanadi? Aka hamma hozir narxga qiziqadi. Shuni hisobiga narxlari qanaqa buni premyerning atrofida? Hamma stanok qo'shganman. Hamma stanoklar. Hamma stanoklar. O'rtacha bu stanoklarni hammasini yig'ganimizda где-то 60 ming dollar atrofi chiqadi. 60 million atrofida chiqadi. Hozir ko'rib turganingizdek, bular 10 ta 15 ta stanoklar narxi umumiy hisobda 60 million atrofida hisoblanadi. 60 ming. 60 ming dollar ekan, uzr adashibman. 60 ming ko'kida deylik, 60 ming ko'kida mana shu bir tom ostida O'zbekiston uchun, Toshkent shahri uchun xizmat qilishadi. Hozir bundan tashqari ko'rib turibsiz, joyimiz kattaroq. Lazerli stanoklar zakaz qilmoqchimiz. O'sha bu chipu stanok bo'ladi. Chipu degani o'sha stanok o'zini miyasi bo'ladi. Chipu o'zini chizmasiga ichiga kirasiz. Miyasiga kirganingizdan keyin operator o'zi просто kontrol qilib turadi. Operator kontrol qilib turadi. Lazerli stanok zakaz qilmoqchimiz. Chipu takardi frezerni chipularni zakaz qilmoqchimiz. bir kunda shunda hozir roli ustida ishlayapmiz dedingiz. Bir kunda roli ustida ishlash jarayonida nechta roli tayyor bo'ladi bir kunda? Общий hisoblagan. Primerni trubadan 120 ta zakatovka chiqyapti. 120 ta val chiqyapti. Trubdan 90 atrofi zakatovkamiz chiqyapti. Tushunarli. Hozir akamiz qizg'inish jarayonidalar, kuzatib turibman. Bu stanogimiz o'zi nima ish qiladi o'zi bu stanok? Bu stanokimiz frezerli stanokimiz hisoblanib. Adashmasam bu nemetskiy stanok bo'lishi kerak. Hop, hozir mana o'zlaridan so'rasak bo'ladi. O'zlaridan so'rasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, yaxshimi? Bu stanok vazifasi qanaqa aka buni? Nimalar ishlar qilsa bo'ladi? Nimalarga qodir deydi? Bu stanok bunga hozir. Bu frezerli stanok, temirlarga ishlov beriladi. Asosan shunaqa to'g'ri chiziqlik shpompazlar yoki yana bir qalin bir metallarga ishlov beriladi. Keyin shu chizmaga asosan nima qilingan holda qanaqa chizma bo'lsa, shunga qarab turib qilinadigan stanok. Любой shakldagi chizma bo'lsa, любой shaklga keltirib beradi. Keltirib beriladi, Hajmini farqi yo'q. Любой hajmni beradi. Endi yo'q, buni stanokda ham o'zini parametrlari bor, masalan 1,5 metrlik detallar bunaqasiga 80 santimetr deydi, 800 millimetrlik detallarni misol qo'yib ishlov bersa bo'ladi. Shu narsalarni razmerlarga ola oladi shu stanok.
Nemetskiy texnologiya bu. Bu stanok nemetskiy Hacker. Stanok hozirgi shu paytga to'g'ri juda yaxshi ishlaydi, razmerlarida juda yaxshi ishlangan, ham qulay, ishlashi yaxshi. Xullas yaxshi stanok. Aka rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'ling. Yaxshi. Rolik jarayonida qatnashadimi bu stanok? Rolik jarayonida qatnashadimi? Rolik yasamamiz asosiy buyurtmamiz. O'sda, Qilyapmiz. shu Mana haqida ham bir gapirib o'tsangiz. Rolikga daxli bormi? Nima roliki bor. Aha. Hozir yechib qo'yganmiz. Aha. Mana buni qismlari, mana shu roliklarda shu stanokka qo'yib turib olinadi. Buni moslamasi bo'ladi. Aha. Moslamaga qatirib olib turib, kerakli razmerga oldin bir tomon olinadi. Keyin uni shu moslamaga qo'yib turib, qatirib turib, ikkinchi tomoni chizmada berilgan razmerlarga, hajmlarga olib kelamiz. Qilinadi. Hozir buni общий turbadan qanaqa shaklda bemalol chiqara olasiz. Shu Ha, bu truba os, bu qalin material. Aha. 56lik. Oldin takarniy ishlar o'tiladi. Takarniydan keyin bizga keladi. Mana hali tayyorlanmagan nimasi. Biz ikkitani qo'yib turib, chekasi o'tiladi bunda. Bu moslamaga mos qo'yib turib, Demak, bu holatdan bu holatga mana shu bu holatga mana shu stanok kesib beradi ya'ni. shu operatsiyani mana shu olishdi. Shu frezerni stanok oladi. Qilib beradi. Qilib beradi. Rahmat, siz ham ishdan qo'ydik. Charchamanglar, xo'p, rahmat. Hop, demak bu Bundan keyin svirling, to'g'ri? Bundan keyin svirling. Bundan keyin svirling stanok o'tiradi. Bu narsalar bu yerda уже svirlovщик parmacha shu moslamasi bor, uni ham qo'yib turib kerakli razmerga. Uni yo'nadi. Yo'nib, o'zingiz shu sohada qanchadan beri ishlaysiz aka? men bu sohada 2000-yildan beri, 2000-yil, 26 yildan beri. 26 yildan beri shu sohada ishlayman. 26 yildan beri. Spetsialist. Har holda harakat qilyapmiz. Sohaga qanaqa qilgan? Endi bu sohaga o'sha maktabni bitirgandan keyin, armiyaga borib kelganimdan keyin Ustoz shogird an'anasi bo'yicha. zavodga ishga o'zim kirganman, qiziqib. Bundan tashqari takarniy, rastashnoy ishlar ham qo'ldan keladi, o'zim uchun endi. Shu mashina Andijondagi mashina stроительный zavodda ishlab, malakam oshirib keyin mexaniskiy zavodlarda ishlaganman, depoga qarashli. Sekin-sekin ustalardan o'rganib biz ham shu asosiy kasbimiz shu bo'lib qolgan, temirga ishlov berish. Hozirgi kunda bu narsa juda aktual bo'lib qoldi. Rahmat sizga ham, sizga omad. Xudo bersin. Bu sohada yaxshi spetsialist topish qiyin. Avvalambor hozirgi payt juda tortilib qolgan yaxshi spetsialistlar. Ularni adashmasam bir 2 oycha biz frizirovchi qidirganimizda 2 oycha qidirganmiz. Topib O'zbekistondan yig'ib olib kelib qo'ygansiz. Rahmat, sizga omad. Xo'p, demak bu mana prut olindi, prut kesildi. Kesilgandan keyin takarniga o'tdi, kashkada. aha, Ikkita chetlari e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkita chetlari faqat takarniyda qilingan. Takarniyda hozir bu kashka stanoklarimizda. Aha. Undan keyin frezerni stanokka o'tadi. demak takarniydan keyin frezerniga borib kesilib razmer olinadi. Ha. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana ikkita chetlari yedirilgan. Frezerniga qilingan. Ha, kesmalar frezernida. Kashkada dumaloq bo'lib turibdi. Xo'p, oxirgi jarayonimiz endi svirlingda. Aha. Mana men ko'rib turgan stanoklaringiz hammasi uchalasi stanoklar svirling hisoblanib, Aha. mana ikkita chetini kesib beradi. Ha, kesib beriladi. Ha. Ikkita chetini kesib beradi. Bu trubani ichiga kirib ketadi. Balimiz ichiga kirib ketadi. O'sha turbani ichiga kirib, aylantirib berish jarayonini amalga oshirib beradi.
Bu hammasi zagotovkasi. Xudo xohlasa keyingi kelishingizga sizga tayyor qilib qo'yaman. Roliklarni. Xudo xohlasa nasib qilsa keyin kelishga. Hozir mana o'sha tekstlar jarayoni. So'raymiz bulardan ham. Nisbatlar o'zlaridan so'raydi ancha qisqa Bo'ldi, bo'ldi. bo'ldi. Nisbatlarni tushuntirib beramizmi? Sarsoqqa qilyapman. Hozir. Bizga kelganingizga qancha vaqt bo'ldi? 4-oy ketyapti. 4-oy. Asosan dip 4 stanokida ishlayaptilar. Hozir qilayotgan ishlarini o'zlari tushuntirib beradi. Proba tarsovka qilyapman. Proba masalan 725 yoki 730 bo'ladigan bo'lsa, meni ishim probani 720 mm razmerga olib berish. Shu qiladigan ishim. Bitta donasini opsiya ido qilib berishingizga qancha minut vaqt ketadi? Uzoq 10 minutda. 10 minutda tekislab razmeriga qilib berasiz. Kuniga nechta chiqarasiz o'zingiz? 38 ta, 40 ta Atrofida. Bo'ldi, tushunarli. Bu sohaga qanaqa kirib qolgansiz o'zi? o'zi qiziqishim bor edi shu sohaga. Metal qiziqishi bor edi. Metal olib kirgansiz bu sohaga. Har bitta rolikka o'zini chizmasi bor. Aha. Chizmasiga asoslanib bular trubani kesadi, kesgandan keyin chetlari tekislanadi. Hozir o'lchab shtanga sirkulni ko'rsatib beryaptilar. Demak, o'zini belgilangan parametriga Ha. olib kelishadi. Chizmasiga asoslanib yasab beramiz. Chunki razlitsa bor edi. hop, 720 yarim chiqadi hozir. hop. Yarim millimetr plyusga yoki minusga ruxsat bor. Shtangalda xatosi yoki stanok xatosi bilan yarim millimetr yo'q. Demak, Chizmani o'zida ruxsati bor. Demak, hozir kesilgandan keyin mana bunaqa jarayondan, mana bunaqa tekis shaklga mana shu ikkita stanok olib keladi. Ya'ni bitta jarayondan bitta jarayonga где-то 10 minut atrofida olib kelinadi bittasini o'zi. Bu xudo xohlasa zagotovkasi 30-40 kundan keyin Xitoyda krishkasi keladi buni. Aha. Korpus krishka keladi. Aha. Ichida komplektda podshipniki ham bo'ladi. Hammasi Xitoydan zakaz olib keltirasiz o'zingiz. Ha, zakaz olib keltiraman. Bizani ofitsial rasmiy partnyorimiz. Mana bir hafta ham bo'lmadi, yaqinda borib shartnomalar tuzib kelganmiz. Ha, shartnomalar tuzib kelgansiz o'zingiz. Bizani maqsad endi bu konveyer roliklarimizni narxini iloji boricha bozor narxiga tushirish. Ha, bozor optimallashtirish. Qaysi jarayoni bizda arzon chiqsa, o'zimizda yasaymiz. Qaysi jarayoni Xitoyda arzon chiqsa, Xitoyga zakaz beramiz. Xalqqa foydasi tegsin. Shunaqa. Hozir ikkisi menda ishlashadi. Ha, ikkisi men. Abed, ujun hammasi. Abed ujun bor. Aha. Bundan tashqari viloyatdan kelib ishlaydigan mutaxassislarimiz yotoqxonasi ham bor. Ha. Demak, viloyatdan keladigan mutaxassislarimiz, mexaniklarimiz deymizmi, hammasiga sharoitlar zo'r beramiz. Asosiysi yaxshi specialist bo'lsalar bo'ldi. Xo'p. Tayyor zagotovkalarimizni ham ko'rsatib ketaylik. Ha, skladga o'tamizmi? Sklad. Rolikni nimalari? Bu konveyer roliklarimizni tayyor zagotovkalari skladimiz. Shu skladimizda saqlab qo'yamiz. Aha. Mana o'zingiz ko'rib turishingiz mumkin, uni oxirigacha ketgan. Hozir bu yilni oxirigacha dis ishlab chiqarish. Xitoydan zakazimiz kelgandan keyin uni yig'amiz. Yig'gandan keyin o'sha zakazga olib borib beraveramiz. Ha. Yana skladimizni yana to'ldiramiz. Xudo xolasa bu zakazimiz yilni oxirigacha. Yilni oxirigacha. Dennoch yilni oxirigacha. Bular assadkalar. Strushkalar. Buni kelib bizdan olib ketishadi. Qayta ishlab yana metal holatiga keltirishadi. Buni sotamiz. Trubani assadkalari bu yoqda. Bitta necha metrli trubadan nechta chiqadi shundan? Bitta trubadan 3 ta chiqadi.
Bitta turbadan 3 ta. Ha. Mana bir pochkani kesganingizda, Aha. 7 tani kesib olsizmi, bu где-то 112 ta zagotovka. Bir pochkada 7 ta bu truba bo'lsa, 112 ta zagotovka degani. 112 ta zarobat qoldi. Hozir bu stanogimiz nima qilib beradi hozir bu nima? Mutaxassisimizni ismlari Quvonchbek. Hozir Quvonchbek aka o'zlari ishlaydigan kashka stanokda ham, rastashniy stanokda ham konveyer rolik ishlab chiqarish jarayonidagi proseslarda qaysi jarayonlarda qatnashishini tushuntirib o'tadilar hozir. Aha. Quvonchbek aka mana ko'rib turibmiz, ha. Nimalar qilib beradi, shularni tushuntirib bersangiz. Ichini tekislab turib, hamma narsa sig'ishi uchun Aha. o'g'irlab beradi. Oddiy stanoklardan tezroq ishlagani uchun shu narsaga moslashilgan. Faqat shu narsa uchun moslashtirilgan bu stanok hozir. Demak, hozir bu ichga qolib tushishligi uchun, Chiqol tushishi uchun podshipnik o'tiradigan aha, joyini to'g'irlab beradi. to'g'rilab beradi, ya'ni tekislab beradi. Tekislab beradi. Shu moslashtirilgan stanok, takanli stanok. Hozir siz ertalabki smenda ishlaysizmi yo faqat Kechki smenda ishlaysiz? Kechki smenda ishlaysiz. Necha oydan beri yo necha yildan beri shu sohadasiz o'zingiz? O'zim 3 yildan beri shu sohada. Aha, qanaqa qilib kirib qolgansiz bu sohaga? O'qiganman. O'qigan shu soha bo'yicha. Shu soha bo'yicha emas. Sohaga keyinchalik kirib qoldim. Bu soham injener konstruktor 4 yil universitet bitirganman. Toshkent davlat texnika universitetini bitirganman. Bitirgansiz. Sohaga qiziqqanim uchun kirib qolganman. Qiziqib kirgansiz. Qiziqish Olib kirgan shu soha. Ha, hozirroq o'rganib qiziqish bo'yicha kirib qolganman. Shu sohada bitta savol kelib qoldi. Mana shu sohaga kirganingizdan baxtlimisiz? Shu soha Sohaga kirganimdan baxtlimanmi? Ha. Bilmasam endi. O'zim yoqtirgan ishni qilyapman, lekin Nima bo'lishidan qat'iy nazar sizga shu soha yoqadi? yoqadi. Shu sohada faoliyat yuritasiz. Ha. Hozir ikkita stanokda ishlayman dedingiz, unisiz stanokda ham bitta ko'rsatib o'tsangiz. Stanokda valve tarsonka qilyapman hozir. Aha. Uzunligini to'g'rilab beryapman, keyin cho'rnamay o'taman mana. Valve. Hozir uzunligini to'g'rilab berasiz bunda. Uzunligini 820 ga to'g'rilab beraman. Aha. Ko'payib ketgandan keyin tarsonka tugagandan keyin masalan mana bunaqasini chernovoy qilib beraman. Agar bu ham ko'payib ketsa, chistovoyga ham o'tiraman. Demak, hozir mana bu ko'rinishdan, Arradan kelgan. arradan kelgani bu, ha? Mana shu ko'rinishdan bu ko'rinishga olib kelib qo'yasiz. 820 ga. Razmerlarni olib, Razmer olingan. razmerlar olinib, o'zingiz qilasiz shu ishlarni hammasini. Bir kunda nechta chiqarasiz Bir buni? kunda maksimum 106 ta qildim. 106 ta qildingiz. O'zingiz ikkinchi smeningizda. Ikkinchisi menimda. Mana bu stanoklarga parsovka yetmay qolganim uchun uzunlikdagi 106 ta qilishgacha to'g'ri keldi. O'zi 78 ta, 79 ta, 80 ta qilaman. Demak, ish jadal ravishda davom etar ekan, ha? Ha, boshida bir yetmay qoladi-da, o'sha vaqtda tezroq ishlashga to'g'ri keladi. Ko'payib ketgandan keyin chernovoy, chistovoy o'tib ketaman. Bo'ldi, tushunarli aka. Rahmat, ishingizga omad. Salomat bo'ling. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bir stanokimizda pasporti bo'ladi. Aha. Bu o'zini pasporti. Ha, nechinchi yil ishlab chiqarilgan? Mana bu stanokimiz 1954-yil ishlab chiqarilgan. SSR payti. Oho. 1954-yil. O'zda emasmi, hozirgi holati ham yaxshi, bu hali yana ishlab beradi ham. Yana bir 50 yil ishlab beradimi? ishlab beradi. Hozir bular hozir o'zingiz sibor qilib yig'gansiz-ku bularni hammasini. Aha. Stanoklarda buzilish qanaqa bo'ladi bunda? Qanchada buziladi u? Bir jarayonlar kuzatiladimi? Iznos bor. Iznos jarayoni ham bo'lib turadi. Quvonchbek aka, qancha vaqtda iznos bor stanokingiz? O'tib ketdi buzilishi qancha vaqtda? Buzilgan yo'q hozircha. Hozircha sizga buzilmadi? Yo'q, buzilgan yo'q. 4 oydan beri ishlayman, biror marta buzilgani yo'q. Bir marta moyni alishtirdim. Faqat moya alishtirib turib, qaralsa bo'ldi ekan. Shunaqa. Zohir aka, sizga ham rahmat ko'rsatib
bemalol hamma yoqda aylantirganingizga rahmat. Sizlarga katta. Rahmat katta. Endi aka o'zingiz haqingizda ozgina qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, meni ismim Javohir. 2000-yil tug'ilganman. Aha. Toshkent shahrida xususiy sexriya maktabida bitirganman. Aha. Maktabdan keyin Turin va Politexnik litseylarida o'qiganman. Litseydan keyin Turin universitetida o'qidim. Undan keyin Tartuga perevod qildim. Tartuda dasturchi muhandis bo'lib o'qishni bitirganimdan keyin magistraturamni biznes va tadbirkorlik oliy maktabida o'qidim. Aha. Bu dastur ikkita diplomli dastur hisoblanib, birinchi yilini O'zbekistonda biznes va tadbirkorlik oliy maktabida o'qidim. Qolgan ikkinchi yilini Koreya Respublikasida Aju universitetida o'qidim. Magistraturani o'sha yerda bitirgansiz. Shunda IT biznes sohasida spetsialist bo'lib yetishib chiqdim. Ikkita diplomli programma hisoblanadi bu. Aha. Undan tashqari karyeramga keladigan bo'lsa, hozirgi holatimda 4 yillik karyeram bor. Yarim yil, почти 1 yil ekan, 1 yil soliq servisida ishlaganman. Aha. Bu soliq qo'mitasi huzurida soliq servis davlat unitar korxonasida ishlaganman. Davlat ishida. Davlat ishida, как бы IT dasturchi injener bo'lib ishlaganman. Undan tashqari Innovatsion rivojlanish vazirligida hozirgi payt agentligiga o'zgartirilgan. Aha. U yoqda 3 yil ishladim. Bu o'qigan sohangiz bo'yicha o'zingizda bu. Innovatsion rivojlanish agentligida 1 yil ishlab chiqarish sohasida innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha 1 yil ishladim. O'zimning soham bo'yicha IT'da 2 yil ishladim. Shunaqa. Hozir bu sohaga qanaqa qilib kirib qolgansiz aka? Metal sohasiga. Bu sohaga avvalambor bizning oilamiz olimlar oilasi hisoblanib, ishlab chiqaruvchilar ham ko'p oilamizda. Ziyolilar xonadoni. Shundan kelib chiqib kattalar maslahati bilan boshlangan ish. Demak, bu shaxsiy biznes hisobida o'tadi ya'ni. O'zimning shaxsiy biznesim. Shunaqa. Sizga ham rahmat Javohir aka. Rahmat katta. Vaqtingizni ajratganingiz uchun. Rahmat. Ichkariga kirib ko'rsatib, xalqimiz uchun, o'z faktor uchun vaqt ajratganingiz uchun yana bir bor rahmat deb qolamiz. Xudo xolasa keyingi kelishinglarga, yangi vyupusklarga уже bundan-da kattalashib, yana stanoklarimiz ko'payib, xudo xolasa kattaroq zavod bo'lib sizni kutib olishni Xudo xohlasa aka. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p, Muhammad Tohirjon, sog' bo'ling. Rahmat. Uz Factor jamoasi mana biz bugun Rotomax to'rtlik sexini qisqacha bo'lsa ham obzorini YouTube sahifamizga oldik. Fikrlaringni izohlarda yozib qoldiringlar. Rotomax Instagram sahifasi ham bor. Uni ham qoldiramiz. Bemalol kirib, o'zingizga kerakli bo'lgan metal sohasidagi qiyinchiliklar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Va bizga YouTube sahifamizga obuna bo'ling. Va albatta eslaringizdan chiqmasin, like bosinglar, bizni podдержка qilishda davom etinglar. Rahmat, salomat bo'linglar.